tekin samoyka. Biza qurib bergan samoykamizni bir kun davomida ertalab 8:00 dan kechki soat 8 gacha sizlar uchun tekin qilib qo'yamiz. Bemalol kelib tekin foydalansangiz bo'ladi. Lokatsiyani videoning oxirida tushuntirib o'taman. Bu noldan bitkazilgan samoykamizni yaqindan ukamdan bilib qo'ygan Abdufattoh polni hamma yog'ini noldan naveslarigacha, bokslargacha, bokslar ichidagi skvajina, suv chiqarish, osmos hammasini Fattoh bilan birgalikda qilib berdik. Fattoh, sizga savol. Ko'pchilik menga telefon qilib so'rashadi, samoyka qilishim uchun viloyatlardan qanaqa dokument qilsam bo'ladi deydi. Bizga agar aloqaga chiqsanglar, biz ham dokument bo'yicha, ham qurilish bo'yicha sizga maslahat, to'g'ri yo'nalish berishga harakat qilamiz. Va ko'rishingiz mumkin, samoykani qanaqa ustanovka qilib berdik. Sizlar qisqacha kichkina ko'rsatib o'tamiz. Akalar, ko'rishingiz mumkin, komplekt ichida mana shunaqa 4 ta kovrak derajatil bo'ladi. Stredlari bunaqa rangli har xil qilib beramiz. Penaga qizil, suvga ko'k. Stredlar original italyanskiy nasadkari bilan ko'rishingiz mumkin. Bu оборудованияni biza 6 oydan 1 yilgacha garantiya bilan qurib beramiz. Biza qurib bitkazgan samoykamiz to'liq 100% ish jarayoniga tayyor va biza sizlarni o'ylagan holda o'zimizni bahona qilib, festival rejim qilamiz deb sizlar uchun bir kun tekin qilib ishlatib beramiz. Abdufattoh, lokatsiyani o'zi tushuntirib o'tasiz endi. Yangiyo'l tumani Tinchlik mahallasi 2-maktab yonida kelaverasizlar. Yakshanba kuni soat 8 dan kechqurungi soat 8 gacha tekin hammanglarni kutib qolamiz, to'g'rimi? Bu faqat bizning obunachilar uchun. Ochilgan kuni menga podpiska bo'lgan 10 ta ishtirokchiga o'z sovg'alarimni berib o'taman. Hammanglarni kutamiz.